Perivalda qolib ketdik mana qor sabab. Mashinalar to'xtab qolgan. Bu kechda perival ham yopilib qolsa kerak. Endi zerikib 2 soatdan beri biz turibmiz mashinada. Gram siljiganimiz yo'q. Qamchiq dovoni avtomobillar harakati uchun qayta ochildi. Bugun 10 dekabr kuni soat tungi 2:30 da Qamchiq dovonida qor ko'chkisi xavf sababli avtomobillar harakati uchun vaqtincha yopilgan edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshchiligidagi tegishli vazirlik va idoralar mutaxassislari tomonidan hududda noqulay vaziyatni bartaraf etish, xavf darajasini baholash va zarur profilaktika ishlarini olib borish bo'yicha keng ko'lamli tadbirlar amalga oshirilib, harakat qayta tiklangan. Tarmoqlarda yo'lovchilar yo'l qachon ochilishi va shu kabi savollar yuzasidan videolar ham qoldirayotgandi. Ular orasida mashhur san'atkor Botir Qodirov ham bor. U yo'l yopilganiga qaramay, u yerdagi odamlarga kayfiyat ulashib, qo'shiq aytayotgani ham tarqaldi va ushbu videoni u o'z Instagram sahifasida ham e'lon qilgan. Yo'llarda ehtiyotkor va hushyor bo'ling. Anhoruzda qoling va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.